Xitoy hukumatı yozuvchilarni o'z manfaatiga xizmat qilishga majburlagan. Xitoyning Sharqiy Turkistonliklarni qattiq bostirish qilmishlarining avjiga chiqishiga ergishib, Sharqiy Turkistonda yashayotgan yozuvchi va adabiyot san'atchilariga siyosiy besim barg'ansiri kuchaygan. Yozuvchilar o'zlarining aqidasi va dunyo qarashiga zid bo'lgan temada maqola asar yozishga majburlanmoqda ekan. Shvetsiyada tunji qitim yangratqu orqali azon o'qilgan. Shvetsiyaning Norvegiyaga yaqin Karlskrona shahridagi cho'ng masjidda tunji qitim yangratqu orqali juma namoziga azon o'qilgan. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi Istanbul Küçük Çekmece shahrining muavin raisi Rajab Chanjonni ziyorat qildi. Sharqiy Turkiston Ulamolar birligidan tashkillangan o'mak Sapakuy rayonidagi Fathiya masjidining imomi Najmiddin Yalchin qatorliq bir hay'at guruhi Istanbul Küçük Çekmece shahrining muavin raisi Rajab Chanjonni ziyorat qildi. Ziyorat jarayonida Küçükçekmece shahrining muavin raisi Rajab Chanjon bilan tanishish bilan birga Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi tanishtirildi va Sharqiy Turkiston Ulamolar birligi tarafidan elib berilayotgan xizmatlari haqida qisqacha ma'lumot berildi. NATO Turkiyadan kechirim so'radi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO Atatürk va Cumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan'ni nishon taxtasiga qo'ygan bir texnik xodim bilan bir ofitserni harbiy sabtdan bo'shatganligini e'lon qildi. Norvegiyadagi ittifoqdosh kuchlar qo'mondonligi mazkur satchilik to'g'risida maktub taqitib, Turkiya Cumhuriyati bosh qo'mondonlik shtabidan kechirim so'radi. Erdoğan Daeshni kim ijod qilgan bo'lsa, PYDni qurganmi shu dedi. Erdoğan terrorchilarning oqisidagi kuchlarga ishorat qilgan holda, Daeshni kim ijod qilgan bo'lsa, PYDni qurganmi shu. PYDni oldi planga chiqargan kim bo'lsa, Shimoliy Iroq doiralarini mustaqillik e'lon qilishga ittirganmi shu. Daesh va PYDning Raqqada qo'lma-qo'l tutishlarga cho'nqur sukut qilayotganligini ko'ryapmiz. Suriya demokratik kuchlarini hech kim bizga bir demokratik qurilma sifatida ko'rsatmasin. U ismi demokratiya, ammo o'zi terrorlik tashkilotidir dedi.